Men telefonimdan ChatGPT ni o'chirib tashladim. Nimaga siz mana bu 5 ta sun'iy intellekt instrumentlari ChatGPT dan 1000 barobar zo'r. Eng qizig'i siz ularni ba'zilarini ishlatib, hatto pul ishlasangizdan ham bo'ladi. 5-inchisi sizga eng foydalisi bo'ladi. Men sizga hozir hammasini sanab beraman, lekin bundan oldin bu videoni sun'iy intellektlarga qiziqib yuradigan o'rtog'ingizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Birinchisi Perplexity. Siz bergan savollaringizni internetdan izlab aniq javob beradi va resurslarini ham ko'rsatadi. Agar sizga aniq javoblar kerak bo'ladigan bo'lsa, bu sun'iy intellekt eng kuchli. Ikkinchisi Element Labs. Siz unga matn bersangiz, u sizga odamning ovozida o'sha matnni o'qib beradi va bundan ham tashqari juda ham ko'p funksiyalar. Uchinchisi Google chiqargan Nano Banana. Sizga voqeadan ajratib bo'lmaydigan realistik rasmdan chizib beradi. Eng qizig'i siz buni hozirdan ham o'sha sinab ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu ekranda ko'rib turgan rasmingizni ham men Nano Bananaga chizdirganman. Haqiqatda o'ylaysiz ko'rsangiz. To'rtinchisi Cloud Code. Siz unga buyruq berasiz, u sizga real ishlaydigan programmalar yasab beradi. Men o'zim ham dasturchiman va ishimda har kuni mana shu sun'iy intellekt instrumentini ishlataman va undan tashqari juda ham ko'plab sotuvlar qilib shu sun'iy intellekt bilan hozirgacha daromad qilib. Beshinchisi eng zo'ri Google chiqargan Notebook LM. Siz unga kitob yuklaysiz, PDF shaklda u sizga o'sha kitobni xulosa qilib beradi. Nafaqat xulosa qilib beradi, xohlasangiz o'sha kitob asosida sizga podkast yozib beradi yoki o'sha kitobingizni ko'rinadigan vizual shaklga olib kelib beradi. Ya'ni bundan buyog'iga siz kitoblarni o'qiyotsangiz ham chatda emas, shunchaki yuklab qo'yasiz, sizga hamma xulosasini o'zi aytib beradi. Yoki siz o'qigan ma'lumotlaringizni miyangizda tartiblab olishingiz uchun juda ham kuchli instrument bu. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.